Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve la akbatul muttaqin ve la udvana illa alel zalimin. Ves salatu vesselamu ala resulihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena takabbal minna inneke entes semiul alim ve tub aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. Vahdina ve veffikna ila'l hakki ve ila tariqil mustakim. Bi bereketil Kur'anil azim ve bi hurmet men erseltehu rahmeten lil alemin. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Dördüncüsü التقليد وحكم إيمان المقلد. Taklid. التقليد demek kallede yukallidu çıkan mastar. Kallede yukallidu taklid mastar. Egeşmek. Neyse kargılaca egişiş demek hem bu. Ve hükmü imanil mukallidi. Hem bu egeş kişinin imanın hükmü. Onunki o meselenin mesela delil onunki mustenadatlarını onun paketlerini bilmeyi durup Allah'ım başkalarınınki digini asasen iman keltüge adamın hükmü nime. Ve hükmü imanil mukallidi. Kâlen nâdimu rahimahullah. Nazım rahimahullah yani bu beytini, bu nezmini okukçu. Bu beytini okukçu adam şuna dedi ki İz kullu men kallede bit tevhidi imanuhu lem yahlu min terdidi fefihi ba'dul kavmi yahkil hulefa ve ba'duhum hakkaka fihil keşfa فقال إن يجزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الضير. Nazım Rahimallah dedi ki çünkü tevhid barısı da taklit adamның her kandığı onun imanı ço ikkilinişten hali olamaydı. Tevhid barısı da taqlid qilgan odamninki har qandig'ining imonicho taradduddan xoli bo'lolmaydi. Ma'mudu, ma to'g'rimidu, ma to'g'rimi degandek biroz ikkilanishdan xoli bo'lolmay qoladi. Shunga bu bu muqallidning iymoni qandoq bo'ladi deganda bo'lgan talash tortish va buning hukmi qandoq deb buning hukmini bayon qilishlik sabab shu. ففيه بعض القوم يحكي الخلطة u kishi haqida ay tavhid borasida taqlid qilgan kishi to'g'rida tabiiy yi zamir ay man qalladadiki man qaytadi. Aş tavhid borasida taqlid qilgan kishi to'g'risida ba'zi qavmlar ba'zi tavhid va ilmul kalam ulamolarcha bir ixtilofni bakaya qanday qiladi so'zlaydi hikoya qiladi. Ba'zi qavmi yahkil xulpa ixtilofotlarni hikoya qiladi. Ba'zi uni iymoni maqbul, ba'zi mardud bu degandek masalan. Ularning ba'zisi bu ilmi tavhid ulamolarning ba'zisi tahqiq qildi u ba'd u kishi to'g'ridacho bir xil ro'shalashtirishni, bir xil kashfnicho muhaqqaq qilib oydinlashtirdi. Dediki agar jazmi qilgan bo'lsa in yajzim bi qavlil g'ayri kapa agar jazmi qilgan bo'lsa shu muqallid bo'lgan odam tavhid borasida taqlid qilgan odam boshqalarning so'ziga chuqum jazmi qilgan bo'lsa kifoya bo'ldi zot yetarli ko'radi. Boshqalarning so'zini boshqalarni anglabda u tavhid haqidagi aqidaga oid masalalarni boshqalarni anglab boshqalarning so'zini qabul qilgan. Shu qabul qilgan so'zida mustahkam mazbut turib jazmi qila olgan bo'lsa yetarli shu. Nima? Iymon yoki shu qavli, e'tiqodi yetarli kifoya qiladi u. Maqbul demakchi-da buningdan. Agar undoq bo'lmasa, boshqalardan u boshqalarning qavliga shu jazm qilolmagan bo'lsa, yana taraddud bo'lib, aslan o'ttirini tutib bundoq turgan bo'lsa,
ve illa yani cezmi kılamasında tereddüt tuğan bolsa o adam çoğu yani biraz nemede bir xil gumlukta mındakça aytganda bir xil tütenglik içinde davamlaşkan boldu deydi. Ta'rif taklidi هو اعتقاد قول الغير اعتقادا جازما بلا دليل كاعتقادك وجوب القدرة لله بناء على قول الغير من غير أن تعرف الدليل فإذا عرفت الدليل الذي استند إليه فإذا عرفت الدليل الذي استند إليه صاحب القول الذي أخذت به لم تكن مقلدا. Ama bu taklitning tarifi, taklitning tunuşturuşu. Bu taklit degan nima desa, o boshqalarning so'ziga e'tiqod qilish, boshqalardan olgan, boshqalardan anglagan, bundaq so'zgacha e'tiqod qilish, e'tiqod qilgandimi jazmiyatlik, ravrus e'tiqod qilish. Ama bu itiqad delilsiz itiqad qilish. Onun delilini bilmeydi. Fakat şu meselenin özünü başkalarına anlattı, itiqad qıptı bəs. Çünkü şunda da. Ama delilden hiç qandaq karı barı bulmaptı. Senin itiqad qılığına oxşaş, qudretninki, qudret degan sifatning vacib bo'lganligini e'tiqod qilganga o'xshash. Alloh taolo uchun vacib bo'lganligini e'tiqod qilganga o'xshash. Nimaga binoan asoslanib, boshqalarninki so'zga asoslanib, boshqalar deb turibdi-da, bu qudrat degan sifat Allohga mansub, Allohga vojib degandek bundoq deb turibdi ekan. Mushu deb turgan mushu tushunchaga asosan qudratninki Alloh taolo uchun vojib bo'lganligini e'tiqod qilganga o'xshash. Ammo dalilni tunimasdan min g'ayri an ta'rifa dalila. Delilini tanımasından başkalarının kavligiço, başkalarının gepik bina Allah'ımdakillam, kudret degen, o Allah'ın sıfatı. Allah Teala vacip bu deb itiqad qıptı. Bunun özü nima degende, bana itiqad cazım tariqida, ama delilini bilmeydi ekan. Mustaq. Bunu öz taklit deydi. Endi bu kavlning egisi, muşu söz deppege adamninki üze aşını tayanç qilgan, aşını e'timad qilgan yoki aşını yo'langan delilni agar tunisang, anda uni olsang, o qavlni, u vaqtda u muqallid bo'lmagan bo'lsa deydi. Lam takun muqallidan. O vaqtda muqallid bo'lmagan bo'lsa deydi. O sözünki sahibinin delilini tunuptu. Tunugan bo'lsa, nima uchun deganda, masligi manda qaraymiz. Mahil itiqadi meseleге, mesela qarashda ben bunu palanını anlagandim, o adamın delili mındaq kitabı sünnette manda delil varken, şunu bana biz mındaq itiqad qildikanmiz deb, aşını tunugan bolsa, sahibil kavl, sözünki, kavlin sahibi bunu hüccet qilgan, onu asas qilgan delilini tunusan, sen onu qanday qilmaysan, muqallid olmaysan deydi. Bak haqiqiy ne bo'ladi, muqallid olmay, muhaqqiq bo'ladi-da. Muqallid olmaydi deydi. Hukmu imanil muqallidi. اختلف العلماء في صحة إيمان المقلد على أقوال. Muqallidning iymonining hukmi. Zat muqallidning iymoni nima deb baholarmiz? Necha qism bo'ladi? Qaysi to'g'ri, qaysi noto'g'ri deganga o'xshash. Bu haqda ulamolarcha, bu tavhid ulamolari bu muqallidning iymonining sog'lomligi haqida bir necha qo'llicha talash tortish qilib qoldi, deydi, ixtilof qilishib qolib qoldi. القول الأول عدم الاكتفاء بالتقليد بمعنى عدم صحة تقليد المقلد ولا يعتبر هذا الإيمان منجيا لصاحبه في الآخرة.
وجرى على هذا السنوسي في كتابه شرح الكبرى والتحقيق أنه رجع عن هذا القول. Birinci söz bununda, ölümalar bununla mıydak? Üç xil göz qaraş bu tikende. Birinci göz qaraş bu taklit qıcı kipayelenmeslik. Yani muqallitninki bu taqlid qilishning sog'lom emas ekanligi degan ma'no bilan bu. Adamul iktiba bit taqlid degan, yani bu muqallitninki taqlid qilishi to'g'ri emas degan hukmdor edi. Bu iymonni-chu, bu iymonni, o iymonning sahibini qiyomat kunida bu kulpatdan, xafalıqdan, azobdan qutulurdu deb e'tibor qilmaydi deydi. E'tibor qilinmaydi. Muş imanni qutulduğuçı o iman, imanın sahibini ahirette o azaptın, o kullarının külpütüdün qutulduğuçı dep kata kılınmaydı bu xil iman ne deydi. Ve yürdi muşun üstüde İmam Sanusi degan adam özündeki Şerhul Kubra degan kitabida muşundaq aqqan. Yani muşu fikir üstüde mağan o adam. İşte haqiqati keyinki tahqiq çoqum o adamço bu sözden yandı. Bu xil iman hech qanday foydasi olmaydi. O ahirette buniki sahibini ço bu o kulpatdan o egir kunlardan qutulduranmaydi, buni e'tiborga ilinmaydi degan bu ko'z qarashni o adam yandı deydi oxiri. القول الثاني الاكتفاء بالتقليد مع كون المقلد عاصيا مطلقا، أي سواء وجدت في المقلد أهلية النظر الفعلي أم لم توجد. İkinci xil göz qarash o taqlidga iktifa qilish. Yana buni uchun masalan taqlidga kifoyalansa bo'ladi. Muqallidninki asi bo'lishini, ammo mutlaq bu asi bo'ladi. Uning muqallidda masalan u mutlaqo deganlikning o'zi mayli u muqallidcho va ergashmiş qarg'larcha bu ergashmichlik qilgan odamning o'zida amaliy kallani ish qilish, amaliy onunca fikir yürgüz layakati tepilsun emlem tucet ya ki tepilmesin. Ehliyetun nadaril fi'li yani ameli zade fikir yürgüzüş kallan resmi işkiseliş. Bu xil ehliyet, bu xil salahiyet onu da tepilsin ya ki tepilmesin bu mukallitta mutlaka mel tepilmesin bu mukallit asi olur ama. Bunaqa taqlidga kifoya qilsak, buni kifoya qilish bo'ladi. Al-iktifau bit-taqlidi. Buning iymonicha bu kifoyalanish bo'ladi bu iymonga, bu taqlidlar bo'lgan iymonga. Lekin muqallid osi bo'ladi deydi. Qanday qaysi tariqada osi bo'ladi desa, mutlaqo osi bo'ladi. Mayli onun fikrini yurgizsin, ahliyat onun tepilsin, aql o'shi joyida bejirim odam bo'lsin, yoki biroz galdi-gulding'aroq odam bo'lsin, ahliyatin nadar bo'lmagan mandaq odamlar bo'lsin, mutlaqo bu osi bo'ladi. Ammo uniki iymoniga iktifa qilish bo'ladi. Taqlidlan bo'lgan iymoniga deydi. القول الثالث أنه مؤمن عاصٍ. القول الثالث إنه مؤمن عاصٍ إن كان عنده أهلية النظر والاستدلال لأنه ترك ما يقدر عليه، وإن لم تكن فيه أهلية النظر والاستدلال فهو مؤمن غير عاصٍ. Üçüncü xil göz qarash. Çoqum o adam asi, günahkar, mümin. Qaysi o adam? Aşu muqallid taqlidqa adam. Başqalağıço taqlidqa adam mümin. Ama asi. Qacan aş adamdan qarşıda, aş adamda nadar ve istidlaq əhliydi boğan bolsa, qallis xil joyda bejirimken,
bir narsamda aql taaqqul qilish tafakkur yurgizish iqtidori borkan shundoq tug'an turug'liq uni ish qilmay qo'yib qo'yibdi uni amal qilmay ehmol qilib qo'yibdida uni tashlab qo'yibdi ish qilmabdi agar u odamda ahliyati nazar va istidlol borkan undaq bo'lsa mo'min muqallid mo'min deyish bo'ladi ammo asi deyildi asi mo'min deyildi deydi chunki u li'annahu taraka ma yaqdiru alayhi chunki u odam ining qodir bo'ladigan narsaniki alloh taolo bergan ne'mat aqldan iborat bu ne'matni ish qilmay tashlab qo'yganligi uchun asi bu fikr yuzurmay nadar va istidlolni qo'llanmaganligi uchun bu odamcha bu chunki u odam shu nimaga iymongacha yoki nazarga qodir bo'lgan narsaning o'zini tark etgachga u odam osi deydi mo'minun osidir chunki odam chunki odam ay nadarga qodir bo'lgan narsani tashlab qo'yganligi uchun demak bir olatni alloh taolo bergan ne'matni qadr qiymatini bilmay uni ish qilmaganligi uchun uni kallani ishlatmaganligi uchun ishlatmay turib boshqalarga tavajjuh qilib boshqalardan qarg'ularcha boshqalardan bu xil nozik masalalarga nozik masalani boshqalardan olganligi uchun deydi bu odam mo'min ammo osi mo'min agar o adamda ehliyeti nadar vel istilal bulmasa, biraz kalısını derdi varken, biraz bazı fikir kılış, taakkul kılış, teammül kılış ve tefekkür kılış, ehliyeti biraz kemçilik ya o adamda. O adam bolsa mümin ama gayru asın. O günahkar değil ki bulmaydı o çünkü o özlüm olmadan kendiydi. Hoş. لأنه ترك شيئا هو عاجز عن تحصيله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهذا هو القول الراجح çünkü adam terk etti de bir nesni çünkü adam aciz o nesli eriştin aciz zaten kalla taza şaş tezgür emesken de bu nazar ve istilal işkısıyla salaydaydısa onun qarta o adamninki aqliy metod aqliy idraki yetishmay qolib qoldi ekan adam o'zidan bo'lmadi u ojizlik mushu jihatdan tark etgandek bo'lg'achqa buni erishishdan ojiz kelgan bo'lg'achqa bu nazar va istidlolni tark etib qolib qoldi u vazdin u odam mo'min ammo g'ayri osi deydi gunohkor deyil bo'lmaydi mo'minki gunohkor emas u mo'min chunki alloh har qandaq bir nafsini o'zining toqat doirasining ichidagi narsaga taklif beradi hargiz qilolmaydigan deyolmaydigan etolmaydigan mangolmaydigan uni fikr yurgizolmaydigan demak o'ziniki qudrat energiyasining sirtidagi narsaga taklif bermaydi mushu o'smi eng kuchliroq so'z mushuki uchinchi qavl eng qavli rojihdir deydi yana ahliyatni ish qilsa ish qilolmaydigan tug'an turuqliq tark etgan bo'lsa u mo'min osi bo'lganligi agar u odam u ahliyatga qodir emaskan unga nimadancho ojizkan u vaqtda u odamcha u mo'minki g'ayri osin gunohkor emas degan mush uchinchi qo'l mushu kuchliroqdir deydi والصحيح من هذه الأقوال هو القول الثالث المبني على وجوب المعرفة بالدليل عند الاستطاعة أخذا من قوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من الناس الإيمان دون أن يطالبهم بالدليل وعندما وعندما سئل عن الإيمان
في حديث جبريل المشهور قال أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره دون أن يتعرض للدليل. ومن لم تكن عنده المقدرة على النظر والاستدلال تسقط عنه المطالبة بهما، كما تسقط المطالبة بالحج عن غير المستطيع. Әң тоғыр көз қараш, мұшу шқыл көз қараштың әң тоғыр сөз, үшінші сөз doğru дейді. Üçüncü göz karışmış en doğrusu ki kurulgan bu üçüncü söz ne? Marifetinin vacip ikenligi. Marifet vacip zaten. Delillen vacip. Eğer aşınlığı imkaniyet ba ademde ile digendek kalla becerim bir ravrus mandak bir fikri akli ba ademge nispeten şundak ademde delillen tonuşun vacip ikenligi mebnidir degen muşkaül en sağlamarak ve doğrurak sözler deydi. Nime için, nedin ve nimişka degende bu ne? Şunun asıslarını kallakın cehdedin ki Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki ayet-i keriminde kegen muş ayetin ki ruhiyi binaen la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah Azze ve Celle her kanda bir can egisinço pakatla aş canınki yüzünki takat dairesi kuş yedidigan dairçidiki nesinizi teklif berdi. Her göz akıldan artok, kuçudan artok, bunda kılıkı kılanmaydigan, diyenmeydigan, etenmeydigan nesinin özüge bunu teklif etmeydi. Fakat yüzünün imkaniyet dairesini içindeki nesini teklif berdi o deydi. Ve şunun için ki çokum yana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlardan çoğu imanını kabul kıldı da. Ular bunun delilini talep kılmazsın. Bunu zal delilini medep oldu mu de. Tamam. Bunu amentu billah dedin. Memleketi o Resulü dedin. Mesela ya ki amentu dedin. La ilahe illallah Muhammed Resulullah dedin. Delille nimetimi de vermesin. Şunlarlıkla Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Muhammeden Resulullah dese boldu Müslüman dep onu nim kıldı, kubul kıldı. Peygamber sallallahu kubul kıldı insanlardan iman ne? Onlardan çoğu de o insanlardan çoğu delilini talep kılmasın bunun delil nimet dep oltumadı. Kaçan mesela meşhur Cibril Aleyhisselam'ın hadis hakkındaki İmandan so'ralganda mı? Mel imanu degende mi? Dihyetul kelb degan kişinin surətində Cibril aleyhisselam kelib soraydı ya. Mel islam, mel iman, ve mel ihsan, ve ma alamat sa'a degendek. Bunun deydi o degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en tu'mine billahi ve melaiketihi ve resulü ve Cibril degendek. وملائكته وتؤمن بالله وملائكته ورسوله آخره مثلا إلى آخره. Diyen okşaş Allah'a iman etiş, Allah'ın melaikeleri iman keltiriş, kitapları iman keltiriş, kıyamet iman keltiriş dep. Muşnaldı da bundan el-Kadim kımede duna en yetaarrada lid-delili. Bunu gargız delilini doğrulap oltumadı. Manda vacizin İslam. Her birinin delilini sorap oltumadı. Duna en yetaarrada lid-delili. O cihetten demek buna uçu bununla bu marifetinin vacip bolğanlığı şu istaatga bağlı bolğan boldu. Aşon hamda şu ehliyetin nazar vel istidlal ba adamı nispeten yüze midak Allah bununki marifetninki vücub hakkında nima qilgan, tafakkur yurgizgan, ta'ammul qiladigan qilish lozim bo'lgan bo'ldi. Eğer unda bulmaganda bu nim bulmayan bol bunun delilatlarının tefsilatlarını sürüş kılmayan bol da. Mesela وَمَنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ الْمَقْدَرَةُ عَلَى النَّظَرِ وَالْإِسْلَالِ Kimi ki o adamda bu nazar ve istidlal olgan bir imkaniyet, bir
qobiliyat, qudrat bo'lmasa, chiqib ketdi u odamdan u nimasi bo'lgan, nadar va istidlol bo'lgan talab chiqib ketdi. ومن لم تكن عنده المقدرة على النظر والاستدلال تسقط عنه المطالبة بهما أي نظر والاستدلال قيدده كميكي o kişide nazar ve istidlalga layık kuch imkoniyat bo'lmasa, ya'ni ma'naviy kuch, bir ma'naviy nima, bir metod, bir iste'dod bundan iborat bu kuch bo'lmasa, o ishqisi bo'lgan chiqib ketdi u odamdan cho, u ishqisi bo'lgan talab chiqib ketdi. Onunki bunun fikringiz nima, dalilingiz nima, ko'z qarashingiz nima deyilmaydi. Qandoqki chiqib ketdi o, kuch yetmagan odamdan haj bo'lgan talab chiqib ketgandek. Xo'sh, hukmu imanil avammi وعلى ذلك فإيمان العوام صحيح وهم مؤمنون عارفون بربهم وغاية الأمر أنهم عاجزون عن التعبير عنه وعن تفصيله وهو لا يضر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إيمان الناس دون مطالبتهم بالدليل لأن فطرتهم جبلت على توحيد الله سبحانه واعتقاد قدمه وحدوث ما سواه وهذه هي الفطرة التي ذكرها الله تعالى في قوله فطرة الله التي فطر الناس عليها وأشار إليها صلى الله عليه وسلم بقوله كل مولود يولد على الفطرة وقد أجمع المتكلمون كما حكاه الآمدي على صحة إيمان المقلد. عندي umum xalqninki imanning hukmi qandoq deydi. Bunun qarta umumning imoni to'g'ri, masala yo'q, mashallah. Ular o'z mu'mindir va o'z parvardigorining to'ng'ichidir. Ishning g'oyasi chuqum ularcho ojizkashdirda. Nimadan deganda, shu iymondan va u iymonning tafsilotidan ifodalab berishdan ojiz kelganlar bo'lamiz. U ojiz kelganlikning o'zi uni zarar qilmaydi. O imanның tafsili bayonotlarini bayon qilib berishdan ojiz kelganlik o zarar qilmaydi. Ular faqat ifodalashdan ojiz keldi, eg'iz orqali ifodalab berishdan. Ammo qalbida mustahkam ravrush shaklda o'rnagan o iymon ularning qalbida deydi. Undan keyin u avamning iymoni durust. O hech qanday zarar qilmaydi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qabul qilganda insonlarning iymonini ularning çok delilini talep qilmasini yuqorida ketgandek. Chunki u insonlarning tabiiy xilqati yaratilganda bularni Allohning tavhidiga sog'lom fitrat ustiga yaratilgan. Sog'lom bir e'tiqod ustiga yaratilganda asl insonlarning fitratida. Va u Allohningki qadim ekanligini e'tiqod qilish ustiga yaratilgan. U Allohdan boshqa masivaning har qandiqining hadis ekanligi, faqat Alloh qidam Allohdan boshqasining hadis ekanlik ustida yoritilgan ularning fitratini. Mushu bo'lsa, mushu bo'lsin bir sog'lom fitratki, Alloh azza va jal ini o'zining qavlida tilga olgan bayonotmish shu. Mushu. Fitratallohillati fataran-nas alayha. Alloh taolo shunday bir xilqdiki yaratdi. Alloh taolo insonlarni shu xilqat, fitrat sog'lom, fitrat yaratdi dedi ana. Ularning Allohning tavhid haqida yaratildi. Alloh taolaning bir bilish, Alloh taolaning cho qadim deb e'tiqod qilish, Allohdan boshqa hamma narsalarning maxluq, muhdas ekanligini e'tiqod qiladigan mushundoq sog'lom bir fitrat yaratilgan deydi.
u vəzdən ularga delilini sürüş qılmagan Peyğəmbər sallallahu sürüş qilish hacətsiz deydi. Və yəni işarət qıldı aşınınğa ay avamninki imanның sahih ekanligiga Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm işarət qıldı uzun sözlənki hər qandaq toğulğan bir yangi bavaq to'g'iladi, sog'lom fitratusi to'g'iladi dedi. Va haqiqatan ijmo qildi barliq mutakallim ulamolari qandaqki uni omidiy bayon qilganga o'xshash muqallidning iymonining sog'lom durust ekanligiga birlik keldi, ijmo qildi deydi. Xo'sh, bugungi darsimiz mushadaraq bo'lib tursinmi? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.